Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga G shaklida bo'lgan uy chizmasini chizib ko'rsatishga harakat qilamiz. Buni bir obunachimiz Odnoklassnikdan jo'natgan ekan. Shuni albatta vaqt topib chizib ko'rsatib berishga sizlarga harakat qilaman. Do'stlar, bitta kirganimizda mana bu darvozaxonadan chapda bitta xona, oltiga 4,5 mehmonxona, o'ng tomonda esa 4ga 3,5 bitta xona bor va bu yerda hol, ko'rib turganlaringda hol 2 metr qo'yilgan. Buni hisoblab to'g'rilab chiqamiz, chunki 3,5 ga 2 ni qo'shsak 5,5 bo'ladi. Uyimizning o'lchami 6, fundament bilan 608, ya'ni bu yoqda 3 ta fundament qo'yilyapti. Hisob kitobini chiqarib to'g'rilab berishga harakat qilamiz sizlarga. Bizda holdan kirganingizda to'g'rida yana bitta katta xona, 3,5 ga 6 o'lchamda bitta xona va bu yoqdan o'tib bu yonda xonaga kirsangiz, 4,5 ga 3,5 bitta xonamiz bor. Undan keyin yana 3,5 ga 4,5 o'lchamda bitta xona. Bu yerda hammasi xonalar, oshxonalar ko'rsatilmagan va boshqa dushoy, hammomlar, tashqi hammomlar hammasi ko'rsatilmagan. Bunga qo'shimcha o'zingiz qurilib qo'shasiz degan umiddaman. Mana bu yerga oshxona, hammom qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Xullas hisoblab chiqib do'stlar, endi sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. O'zim chizib o'zgartirib kompyuter variantida ko'rsataman do'stlar. Ketdik. Do'stlar, kirgani mana fundamentimiz aylanasi hammasi 40 qo'yilgan. Bo'yni o'zlaring qanday xohlaganda qo'yasizlar. Balki kimdir 1 metr, balki kimdir 70-50 qo'yishlari mumkin, 40 ga 40 qo'yishlari ham mumkin. Bu yog'i do'stlar o'zlaringga bog'liq. Xullas, uy chizmasini ko'rsatishni boshlaymiz. Bu yer ko'cha tomon. Ko'cha tomonimiz bu fundamentdan u fundamentgacha 17 metr 70 santimetrdan iborat. Darvozaxonamizdan boshlaydigan bo'lsak, darvozaxonamiz 3 metr 70 santimetr. 3 metr 70 santimetr. Darvozadan kirganimizda Bismillahirrohmanirrohim deb o'ng tomonda bitta xona bor. 3,5 metrga 4 metr o'lchamdagi bitta xona do'stlar. Bu yerdan chiqib chap tomonga o'tganimizda, katta mehmonxona, 4,5 ga 6 metr o'lchamdagi mehmonxona. Do'stlar, bu uyni chizmasini umuman o'zgartirganim yo'q. Qanday bo'lsa shu bo'yicha chizib berishga harakat qildim. Chunki uy chizmasi o'zgargan, boshqa qilingan deb so'ralmaganligi sababli aslida menimcha hech bo'lmasa 3,5 bo'lganda yoki 4 bo'lganda yaxshi bo'lardi. 4,5 juda kattalik qiladi, chunki kirganda mehmonlar o'tirganda hisoblaganingizda bitta o'tiradi, o'rtada dasturxon, yana bitta o'tiradi, orada 2 metr joy qoladi kamida. 2 metr bo'sh joy qoladi. Xo'p, mayli 2 metr bo'sh joy qoladigan bo'lsa, stenka qo'yiladigan bo'lsa, stenkangiz 60-70 santimetr joyda oladi. Xullas, bu mayli do'stimizning o'ziga bog'liq. Xullas, aytganimdek 6 metrga 4,5 o'lchamda bitta katta mehmonxona. Bu yerdan chiqqanimizda, darvozaxonamizning uzunligi 6 metr 80 santimetr. Bu fundamentdan bu fundamentgacha. Aytishlari mumkin, nimaga bu mehmonxona 6 metr, darvozaxonamiz 6 metr 80 santimetr. Plus bizga qo'shiladi 40 santimetr. 40 santimetr ikki chekadagi fundament qo'shilganligi sababli 6 metr 80 santimetr kelib chiqyapti do'stlar. O'tganimizda o'ng tomonda hol. Holimizni bu tomonda bitta eshik bor. Bu yoqqa kattaroq oyna qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki devor ursangiz ham bo'ladi. Endi ko'rasiz, o'zingizga qanday ma'qul bo'lsa shunday. Holimizning o'lchami 2 metr 10 santimetr, eniga, bo'yiga 4 metr. Mana bu xona bilan bir xil bo'yi. Holdan yurib kelganimizda to'g'rida, bitta katta xona. 6 metrga 3,5 o'lchamdagi katta xona. Mana bu xona yaxshi tushgan deb o'ylayman. 3,5 ga 6 qandaydir chiroyli ko'rinib turibdi, ko'ryapsizmi? Mana bu esa xuddi
kichkimiz odamga o'xshab qolgan. Mana bu esa o'rtacha normal gavdali odamga o'xshab turganday. Xullas bu xonani aytib o'tganimda 6 metrga 3,5 o'lchamda bitta xona. Bunga ustun qo'ysangiz ham 4 metrlik ustunlar chiroyli tushadi. Ya'ni 3,5 40 qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda 50 sm joy qolyapti. 25 ustiga, ya'ni bundan g'isht ustiga mindirsangiz ham bo'ladi, polqaga ham osonroq bo'ladi. Bu yerda 6 metrlik, ya'ni ustun olib kelganingizda bunaqasiga qo'yganingizda sizda 40 680 bo'ladimi? 40 qo'shganingizda 4,5 metrga, ya'ni 5 metr 30 qoladi, 70 sm, ya'ni taxtani kesib tashlashingizga to'g'ri keladi. Oshiqcha sizga xarajat desa ham bo'ladi. Ya'ni 70 sm taxtani kesib tashlagandan ko'ra polga ustun qo'ysangiz ham bo'ladi, pastidan ishlasangiz ham bo'ladi. Xullas bu xonani aytganda bu xonadan chiqqanmiz. U xonadan chiqqanmiz, ya'ni hovlimizni aytib o'taman. Uzunligi 11 metr 40 sm, ya'ni bu yerdan boshlab bu devorgacha 11 metr 40 sm o'lchamdagi eni xuddi bunga o'xshab 2,10, bu yoq ham 2,10. Bu yerdan chiqqanimizda bitta xonamiz bor, ya'ni 3,5 ga 4,5 o'lchamdagi bitta kattaroq xona, o'rtacharoq xona. U xonadan chiqib oxirgi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu 3,5 ga 4 o'lchamdagi yana bitta xona. Do'stlar, men hovli oxiriga bu yerdan ham chiqish qilib qo'ydim, chunki hovlini bu yerga qo'shimcha hammom yoki tandirxona, o'choqxona quradigan bo'lsangiz, bu yerdan chiqishga qulayroq qilib eshik qo'yib qo'yganman. Agar xona yonini hammom o'choqxona qiladigan bo'lsangiz, agar hammomni qurib keyin o'choqxona qiladigan bo'lsangiz, o'choqxonani yonidan, ya'ni hammomda isitish uchun kichkinagina tuynikcha qoldirish, o'shda o'tin solgani, ko'mir solgani. Shunaqa gaplar do'stlar. Yana bu 6 metr 80 sm, xuddi bunga o'xshab, chunki bu yer ham bir xil, bu yer ham bir xil o'lcham bo'lgani uchun 6 metr 80 sm bu yog'i. Bu yer esa 16 metr 10 sm dan iborat, chunki 6 metr qo'shiladi, 4,5 metr qo'shiladi, 4 metr qo'shiladi va 40 dan 1 metr 60 sm fundamentimiz qo'shiladi. Ya'ni 40 sm, 40 sm, 40 sm va oxirgi 40 sm qo'shilganda do'stlar. Xullas shunaqa do'stlar, agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, G shakldagi uyimiz ko'ringlar, ma'qul kelgan bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa do'stlar, albatta kommentariyaga qoldiringlar. Keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilaman. Agar savollaring, biron bir murojaatlaring bo'lsa, men har bir videom tagida, ya'ni Telegram gruppam bor. U yerga Telegram gruppaga siz uy chizdirmoqchi bo'lsangiz, albatta uy chizdirish bepul. Uy chizdirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni ruchkada, ya'ni daftarga o'zingiz ko'nglingizdagi chizgan uy rasmingiz bo'lsa, masalan, mana do'stimizning rasmiga o'xshab uy rasmingiz bo'lsa, mana shunday qilib chizib, ya'ni menga bu yer darvozaxona o'lchami, bunaqasiga bo'yiga o'lchamini yozib bersangiz, men o'shalar xonalariga moslashtirib, to'g'rilab, siz so'ragan o'lchamlarda chizib berishga harakat qilaman. Bu yerda do'stimiz eniga ham, bo'yiga ham hech narsa yozmagani uchun, shunchaki do'stlarimizga, ya'ni YouTube'dagi obunachilarimizga ma'qul bo'lib qolar degan maqsadda bu uyni chizmasini tashladi. Aka, iltimos YouTube'ga chiqaring dedi. Kimgadir ma'qul kelsa, albatta qo'ldan kelgancha biz yordamimiz tekkandan xursand bo'lamiz dedi. Shu sababli men ham chizib YouTube'ga tashlashga qaror qildim. Siz ham xuddi agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, chizib, mana shunday xomchut qilib chizib bersangiz va asosiy o'lchamlarini qo'yib bersangiz, ya'ni men xonalarda shu o'lchamga qarab kattartirish kerak bo'lsa kattartiraman, kichkinartirish kerak bo'lsa kichkinartiraman va hokazo o'zgartirish kerak bo'lsa o'zgartirish qilib berishga harakat qilaman do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha